Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdul Malik ibn Marwan huzurida bir shoir turar edi. U quyidagi mazmundagi bir she'rni bitgandiki, kishi har qancha harakat qilmasin, Alloh yozmagan bo'lsa shu narsani yeyolmaydi. Lekin Alloh taolo taqdir qilgan bo'lsa, kishi mehnat qilmasa ham Alloh yetkazaveradi degan mazmunini dagi she'rni Abdul Malik ibn Marwan o'qidida va shu shoirga aytdiki, shu baytni sen aytdingmi dedi. Ha deb aytdi u. Bu she'rni yozibsan-u, bari meni saroyimdan oylik olgani harakat qilib kelsan-u. She'ringni yozishingcha harakat qilmasam ham beraveradi Alloh degansan. Har rizqingni so'rab meni saroyimga kelsan ishga deganda, o'zini she'rini yolg'on chiqib qolishidan qo'rqqan shoir indamasdan turib chiqib ketdi. Shunda Abdul Malik ibn Marwan shu odamni bir dilini olgandan xijolat bo'lgandek, qo'lida xizmatkorni qo'liga pulni berdi, chiqarib yubordi. Orqasidan quvib bordi, topolmadi. So'ngra uyga olib bordi-da, "Mana bu pulni Amiral Mo'minin sizga berdi" deganda, olib turib aytdiki, "Amiral Mo'mininga borib ayt. Men shu rizqimni talab qilib boruvdim, Alloh yozmagan ekan bermading. Endi yozib qo'ygan ekan, uyimga qaytib keldim ham, harakat qilmasam ham Alloh yetkazib qo'ydi. Javobim shu borib aytgan" deydi. Demak, Alloh taqdir qilgan bo'lsa, biz harakat qilmasak ham berib qo'yishga qodir. Lekin siz bilan biz yotib olishlikka buyurilgan emasmiz. Endi Alloh taolo taqdir qilmagan bo'lsa, biz o'zimizni o'tdan cho'q qurmaylik, hargiz bu narsa kelmaydi. Salafus solihinlarning birga bir kishi kelib, bola chaqasini ko'pligidan, kambag'allikdan shikoyat qildi. Shunda haligi solih kishi aytdiki, uyingga bor, bolalaringni qara. Qaysi birining rizqi Alloh taoloning zimmasida emas ekan. Ya'ni qaysinisini deb sen kambag'al bo'lib qolding. O'sha rizqi Allohning zimmasida emas deb o'ylagan bolangni olib kelib biz uyimizga o'tkazib qo'y dedi. Faqirlikni, kambag'allikni ko'p farzandlikka yo'yib turib, hozirgi zamonimizda farzandlar ko'p tug'ilmayapti. 2 ta, 3 ta, oshib kelsa 4 ta bilan to'xtab qolyapti. Subhanalloh deyishdan boshqa sharoitimiz yo'qki, yana qaytarib aytamiz bu gapimizni. Bitta ketmon bilan 8 ta bolani otasi uylab, joylab o'qitgan, yedirgan, ichirgan. Chunki bular ozgina sabab qilgan, rizqni Allohga tavakkul qilgan. Bizni tavakkulimizni zaifligini ko'ringki, farzandlari ko'p bo'lgan odam tirikchiligi og'ir bo'ladigan e'tiqod miyamizga singib qoldi. Biram farzand oilalar bor. Dunyosi to'lib toshyapti. Biram farzandi yo'q yoki farzandi bitta, ikkita bo'lganlar bor, yetkiza olmayapti. Agar rizqni tor kengligi farzandi oz ko'pligiga bog'liq bo'lganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'payinglar, zero sizlarni ko'pligilar bilan qiyomatda faxrlanaman demas edi. Eslasizlar, bir davrlar shunday bir reklamalar bo'lib qolardi. Qizil olma degan programma reklama qilinardi. Kattalar biladi buni. Mana Boqvoy 4 ta bolasi bor, bitta o'zi ishlaydi, yetkiza olmayapti, qiyinchilik, yetishmovchilik. Mana Soqvoy 2 dona bolasi bor, 2 ta bolasiga zo'r yetkizyapti. Qaysinisini tanlaysizlar? Kamroq farzand tug'iladi degan mazmunda shu narsalar bo'lar edi. O'shuni bu yog'ida qarab tursangiz, bolani ko'paytirmagangaricha zo'r bo'lib ketmayapti ham hayotimiz. Birodarlar, Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Astagfirullah, la taqtulu awladakum khashyata imlaq, nahnu narzuqukum va iyyakum. 2 o'rinda keladi bu oyat. Bir oyatda nahnu narzuqukum, ikkinchisida nahnu narzuquhum deb keladi. Ularning rizqini deb bitta keladi, sizlarning rizqinglarni deb bitta keladi. Biz yetkazamiz deydi. Bolalaringlarni imloqdan, kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, nonimga sherik bo'lib qoladi bolam deb qo'rqib o'ldirmanglar. Ularning rizqini ham, sizlarning rizqinglarni ham. Sizlarning rizqinglarni ham, ularning rizqini ham men beraman deydi. Qani bu oyatga bo'lgan iymon? Yana qaytarib aytamiz. Farzand ko'p bo'lgan albatta kambag'al bo'lmaydi. Farzand oz albatta boy bo'lmaydi. Alloh taolo taqdir qilgan ish bo'ladi. Qaysi farzandingiz rizqi Allohning zimmasiga emas. Arabiylardan birini tirikchiligi tuyasi bilan edi. Tuyasini sog'ib ichar edi. Tuyasi bilan bir ishini qilar edi. Tuyasini meni yurar edi. Tuyasiga musibat yetdi, tuyasidan ayrilib qoldi. Bir dona rizqini sababi yo'qib qoldi. Qo'lini ko'tarib aytdiki, Parvardigoro, meni rizqim, bola chaqam rizqi seni qo'lingda, endi xohlaganingni qil. Bir dona sababim bor edi, ketib qoldi. Endi aytingchi, shu odam o'lib qoladimi ochidan? Agar rizqi faqat tuyaga bog'liq bo'lganida. Agar siz ishlayotgan joyda harom narsa bo'lsa, luqimizga harom aralashishiga sabab bo'layotgan bo'lsa, tashab chiqib ketsam, qayerda ishlayman, bola chaqamni qana boqaman degan g'am bo'lsa, Allohdan taqvo qiling. Chunki Alloh taolo bitta rizq kerak eshigini bittasini yopsa, ikkinchisini ochib qo'yadi. Quyidagi Abi Atohiyani bir joriya bilan qilgan suhbatini bir xulosa solsak, bir xulosa chiqarsak. Abu Atohiya
haj mavsumida oydaqa bir go'zal bir ayol o'tirib optoda savdo qilayotganligini guvohi bo'ldida, kelib aytdiki, ustida shu nomiga bir narsani salqin qo'yardi, indamasdan o'tirardi. Menda ham qilmas edi, optodan kuyganini bildirmasdi, shunday rozi bo'lib salqin yo'lda o'tirganda o'tirardi. Kelib turib aytdiki, siz bunaqa issiqda qanaqa qilib o'tiribsiz? Qaysi yurtlardansiz? Siz yurtingiz biznikidan ham issiq shekilli, indamay o'tiribsiz dedi. Deganda bu ayolning javobini qarangki, Allohning quli, agar Alloh bandalarga yashayotgan o'lkalaridagi sharoitga qanoatni bermaganida, sharoiti zo'r bo'lgan yerlarga odamlar sig'may ketardi, hammasi kelib olar edi. Cho'ldagi odamni ko'rib turib, qanaqa qilib yashar ekan bu odam bu yerda deysiz. Alloh shu yerda yashashlikka qanoatni bergan, zo'r yashayapti. O minus 30-40 gradus joyda yashayotgan odamlar ko'rib turib, qanaqa qilib yashayapti bular deysiz. Alloh ana shu kuniga qanoatni bergan, o'sha yerda yashayapti. Agar ana shu issiq sovuqda yashayotgan odamlarga Alloh qanoatni bermaganida, qanoat degan boylikdi. Hammasi biz yurtimizga kelib o'tirib olar edi. Sig'may qolar edik. Avotohiy indamay qoladi. Bu savdoyis bitgandan keyin, ya'ni shunday bir go'zal ayol bo'lib turib, bir turmushga chiqib ketsangiz bo'lmadimi? Tirikchiligingizni o'zingiz qilyapsiz desa, Allohning taqdiri deyapti. Unga ham rozi bo'lyapti. Qarang, issiq o'lkadan kelgan chiroyli ayol shu kuniga rozi. Ya'ni indamaydi. Keyingi bergan savoli, bu haj mavsumi tutadi, ketasizlar uylarga. Keyin tirikchiliklar nima bo'ladi desa, bilmayman deydi. O'zi odatda biz o'ylagan joydan kelmaydi rizqimiz. Kutmagan joyimizdan keladi. Allohning rizqiga tavakkul qilganmiz. Avotohiy indamasdan ketib qoladi. Oddiy bitta ayolni e'tiqodini ko'ring. Yurtimizda siz savdomayapti, qanoat bergan, zo'r yashayapsiz deydi. Chiroyli bo'lsa ham Alloh taqdiriga yozmagan ekan, yuribman yersiz hali deyapti. Uchinchisi, rizqimni qayerdan kerakligini o'ylangan emasman. O'zi odatda kutgan joyimdan kelgan emas hech qachon. Kutmagan joyimdan keladi deydi. Avotohiy boshqa savol bermaydi, javobini olib ketadi. Bir kishi qattiq bir o'yga, qayg'uga, g'amga botib o'tirganini ko'rgan salafus solihlardan biri aytadiki, hali kishiga qarab, ko'p g'amga kirib ketavermang. Chunki Allohning yozgandan boshqa g'am kelmaydi va Alloh yozib qo'ygan rizq kelmay qo'ymaydi. Agar g'amingiz kambag'allik bo'lib, rizq topishingiz muammo bo'layotgan bo'lsa, Alloh yozgan uchun kambag'alsiz. Endi shu g'amni kambag'allikni ketishlik taqdir qilgan kuni kelganda, siz o'ylanmasangiz ham bo'laveradi. Allohga tavakkul qiling. Ali ibn Abi Talib quyidagi bir chiroyli bir hikmatli so'zi bor. Bilingki, ajalingizdan bir soat ham o'zib keta olmaysiz. Bilingki, sizniki bo'lmagan narsaga hargiz yeta olmaysiz. Va bilingki, vaqt 2 kunlik vaqt. Bir kun sizni foydangizga bo'ladi ba'zida kun, ba'zida sizni ziyoningizga bo'ladi. Va dunyo ham aylanib turadi. Sizga kelgan yomonlik, faqirlik, siz zaif bo'lganligingiz uchun kelmaydi. Zaif bo'lsangiz ham, zaif bo'lmasangiz ham kelaveradi. Endi sizga kelgan bir yomonlik quvvatli bo'lmaganligim uchun keldi deyishingiz ham noto'g'ri. Quvvatli bo'lsangiz ham Alloh taqdir qilgan kuni musibat kelaveradi. Quvvatsiz bo'lsangiz ham musibat kelaveradi. Hasan Basriy bir qavmga la'nat o'qiydi. Hasan Basriy aytadi, Alloh shunday bir qavmga bir la'nat o'qiydiki, Alloh subhanahu va taoloning quyidagi oyat o'qishadi. Astagfirullah va fis samai rizqukum va ma tu'adun. Fa rabbis samai val ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Sizlarga va'da qilingan narsa, rizqinglar va sizlarga va'da qilingan narsa osmonda. Alloh yozib qo'ygan. Osmon yerda Robbisiga qasamki, siz gapirayotganligingiz qanday haqiqat bo'lsa, sizning rizqingiz osmonda ekanligi ham shunday haqiqat deb Alloh qasam ichib, rizqi meni zimmamga desa, insonlar yana rizq haqida g'am qilayotgan bo'lsa, bu qavm la'natga loyiq. Alloh subhanahu va taolo bu qavmni la'natlaydi, chunki Alloh taolo qasam ichib turib, rizqim meni zimmamga, rizqini yozib qo'yganman, g'am qilma desa, sababni mehnat qilib qo'y desa, insonlar g'am qiladi, Allohga la'natga loyiq bu xalq deydi. Ishona olmayapsizmi? Alloh agar ishonmasak qasam ichib aytayapti. Osmon Robbisi, yer Robbisiga bo'lgan qasam, rizqinglar Alloh taoloning huzurida. Otasi o'lgan ham yashayapti, enasi o'lgan ham yashayapti. Ikkalasi o'lib ketgan ham yashayapti. Bizning zamonimizga eng katta muammo xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi rizq muammosi. Namozga tutkashligimiz, taqvoda bir zaifligimiz, masjidlarga yurmayotganligimiz, hamma muammoning yechimi bitta. Shu rizq haqida xotirjamlik topib olaylik-a. Tabatagu indallohi rizqo. Rizqni Allohning o'zidan qidiringlar deyapti Alloh. Taqvo qilinglar, shukr qilinglar Allohga. Umar ibn Abdul Aziz mana xulofoi roshidlarning 5-chisi vafot qilar ekan. Vafotiga yaqin bo'lgan paytda u kishiga aytishdiki, bola-chaqangizga hech narsa qoldirmayapsiz-ku. Hali kechaga 2 boy bilan 2 kambag'al o'ldi-yu. Bola-chaqangizga hech narsa qolmayapti-yu desa, Umar ibn Abdul Aziz aytadi, agar deydi, bola-chaqam solih kishi bo'lsa, yaxshi odam bo'lsa,
Bularni rizqini kafilligi Alloh taolo zimmasiga olgan. Men ham qilmayman. Mendan keyin yomon kun ko'rmaydi. Yo'q, endi agar bular yomon odam bo'lib ketadigan bo'lsa, ma'siyatni qilishlikka ularni semirtiradigan pulni tashlab nima qilaman? Allohni rizqni beruvchi ekanligiga, Razzoq ekanligiga bo'lgan iymonni ko'ringki, agar yaxshi odam bo'lsa, Alloh qonunni bog'lab ularni. Yo agar yomon bo'ladigan bo'lsa, men ularni yomonligiga pul tashlamayman. Mana endi o'zimizning zamonimizga qaytsak, albatta rizqni olib kelishlik sababini qilishlik kerak. Lekin esimizdan chiqmasin, rizqni beradigan Razzoq Alloh. Biz rizq deganda faqat pulni tushunmaylik. Bola chaqani suhbatida o'tirishlik rizq emasmi? Ularning tarbiyasi bilan ovora bo'lishlik rizq emasmi? Farzandlarni bir necha yillar o'zlaridan tashlab qo'yib, xotin uzoq yurtlarda yurishligi, bu farzandlar qarovchisiz qolib, topib kelgan pulini turmushga yoki uylab, nikohlab qo'ygandan keyin 6 oyda ajratib ketayotgan bo'lsa, qizini yoki o'g'lini shirin hayot kechirishga rizq emasmi? Mana shu rizqni yo'q qilib qo'yishlik evaziga 3-4 so'm topib kelishlik, bu siz bilan bizni adashganligimiz belgisi. Rizq faqat pul emas. Bola chaqa bilan o'tirishlik rizq, o'g'il qizingizni erga berib yoki uylaganingizda tinch yashab ketishlik rizq. Shuncha rizq hisobidan yo'q qilib turib, agar bitta luqma yeyishayotgan bo'lsak, siz bilan biz xato qilgan bo'lamiz. Rizqni kelishlik sabablari ko'p, lekin keladigan rizq bitta. Rozimisizlar? Suvni mana ko'chadan ochib kelsangiz ham o'sha suv, mana ko'chadan ochib kelsangiz ham o'sha suv. Qimmatroq mashinada borsangiz ham o'sha manzil, yengilroq mashinada borsangiz ham o'sha manzil. Lekin siz bilan biz xatoimiz qayerda bo'lyapti? Bizning xatoimiz rizqni sababiga suyanishimiz qattiq bo'lib ketyapti. Alloh rizq beruvchi ekanligiga suyanishlikdan ko'ra. Allohga rostmana suyanib turib, ozgina mehnat qilib qo'ysak beraman deyapti. Biz mehnatga ko'proq suyanyapmiz-da, Allohga o'ziga suyanishlikda noqislik qilyapmiz. Allohga bo'lgan e'tiqodimizdan ko'ra sabablarni qoyim qilib qo'yishga bo'lgan e'tiqodimiz kuchli bo'lib ketyapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin. Mehnat bu bitta sabab. Musa alayhisalom o'zining qavmi bilan shunday bir asarlarda keltiriladi. O'zini ham suhbatlari bilan ko'chada ketayotsa, ikkita qo'li, ikkita oyog'i yo'q odam o'tirgan bo'ladi. Qanday desalar shunday tushuninglar. Qarab turib, mana shu odamda bir ne'matni ko'ryapsizlarmi deydi. Hech narsasi yo'q, oyog'i ham yo'q, qo'li ham yo'q. U bola chaqa, mol dunyoda qo'ying, salomatlik ham yo'q. Bemalol yura olmaydi ham. Qarab turib, bunda nima ne'mat bor dedi? Ovqatni chayna olyaptimi dedi. Shu ne'mat. Yuta olyaptimi dedi. Bu ne'mat. Og'zi tam bilyaptimi bu ne'mat. Hazm qilyaptimi ne'mat. Chiqara olyaptimi bemalol. Ne'mat. Thumma la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. Mana shu kunda sizlarga berilgan har bitta ne'mat ustida hisob-kitob qilasizlar. Mulohaza qilaylik, Allohdan taqvo qilaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.